Bir kelin har safar tandirda non yopgach molxonaga kirib ketarkan va 5-10 daqiqada qaytib chiqarkan. Bir kuni qaynotasi uni orqasidan poylabdi. Qarasa kelini molxona shiftida osig'liq turgan arqonga boshini kirgizibdi. Shunda qaynota endi qutqaraman deb kirmoqchi bo'lib turganida kelini yana boshini chiqarib olibdi va arqonga termulganicha molxonadan chiqib ketibdi. Qaynota nima qilishni bilmay, katta bir qo'yni olib kelib, molxonaga bog'lab qo'yibdi. Kelini kun o'tib yana non yopibdi. Keyin molxona tomon kela boshlabdi. Qaynotasi bor kuchini to'plab qo'yni doriga osibdi va yashirinib olibdi. Qo'y pitirchilay boshlabdi. Kelin molxonaga kirib osilib turgan qo'yni ko'ribdi. Kelin bu manzara dahshatli bo'lib ko'rinibdi va qo'rqqanidan baqirganicha yugurib chiqib ketibdi. Keyin qaynotasi amallab qo'yni yerga tushirib olibdi. Bu voqeadan keyin kelini o'lim vasvasasidan qutulib, bu haqda o'ylamaydigan bo'libdi. Odamlarning aytishiga qaraganda, kishi vasvasaga uchrab o'zini osgandan keyin vasvasalik tarqalarkan va o'zini osgan kishini ko'ziga hayot yanada yaxshiroq ko'rinarkan. Yashagisi kelib 1000 urinsa-da bo'shala olmas ekan. Shu vaqtda o'zini osgan kishiga yordam berilsa, u umuman o'lim haqida boshqa o'ylamas ekan.